Xayrli kun qizlar. Men hozir navbatdagi zakazni tez egasiga tayyorlab beryapman. Bir qizimiz hali maktab o'quvchisi, ular yuzlarida ugri chiqib, tinimsiz yuzlari yog'lanib ugri chiqyapti ekan. Telefon qilib, "Kenayi nima ishlatsam bo'ladi yuzimga? Nimadir tavsiya qilasizmi?" dedi. Nabor etgandim, unaqa nabor ololmayman. Uydagilarim ruxsat bermaydi yuzimga nimadir ishlatishimga dedi. Hali maktabda o'qiyman, 8-qizcha ekan. Bo'ldi, bo'lmasa mana shu sovunni ishlating dedim. Hamma yog'li yuz turlariga tushib ketaveradi. Ayniqsa ugrini quritib, yuzingizni tinchlantirib, namlantirib beradi dedim. Bo'ldi, bo'lmasam shuni olaman dedi. Hozir kelayotganda o'shaning uchun sirasi tayyorlab beryapman. Agarda sizni yuzingiz yog'li bo'lsa, ugrilar вообще sizdan tinch qo'ymay yuzingizdan chiqayotgan bo'lsa, sizga mana shu sovunni aytaman. Chunki bu sovundan o'zim ham yuzimga ugri chiqsa sirasi yuvaman, ertasi kunga quriydi. Erimga olib berganman. Erim haftada 2 marta yuzini просто tak yuvib turadi. Sovg'aga mana bunaqa konfetchalar qo'shib beraman. Yaxshi kunlarga ishlatsin.